Murodni xotinimi siz edi? Da. Murodni xotinimi? Mana akam ko'radimi, ukam ko'radimi? Ohoy. Tushundingizmi? Shu degan gapingizga. Ko'rgan taqdirda ham nima qiladi? Men 33 ga kirgan ayolman. 17 ga kirgan farzandim bor. Ko'rgan taqdirda ham nima qiladi? Men efirda o'tiribman. Men sikishmayapman-ku, am bermayapman-ku. Farqi bormi? Salonga men отдельно $50 jo'nataman. Salonga borishganda meni chiroyli qilib, silliqqina qilib olsin deb aytishgan xo'p. Хорошо? Чтоб xotinam amini tozalab, qo'ltiqlarini hamma joyini yig'ishtirib, oyoqlarida junini hamma joyida chiroyli qilib qo'ysin. Ketayotganda Moskvadan, Rossiyadan xotin bechora xursand kutadi. Erim keladi, meni sikadi, chiroyli bo'lib turishim kerak. Pulni hashlaylar. Деньги есть. Деньги нет. San tozami dedi. Hamisha toza. Не переживай. Erim bo'lsa ham, bo'lmasa ham men sigda amamam, qo'ltig'im ham, oyog'im ham hamma joyim toza. Toza bo'lmasam men bilan hech kim gaplashmaydi. Qo'toq bor kerakmi? Ambor kerakmi? Erkak kishi xohlaydimi? Normal, ya'ni ayoli чтобы Oganskiy, tam sassimaganskiy, yig'ishtirganskiy, oyoq qo'l, qo'ltiq, jun yo'q bo'lishini mani hashlasin, u haligi britvada olish degani emas. Men u yoshligimda kichkina bo'lgan paytimda ham 11 yoshimda amamdan qon kelganda birinchi paytda Ash paytda ham bilay juvachka bo'lgan ekan, qora juvachka bo'lardi. Saqich. Da qop-qora bo'lardi. Yulardim. 2-3 ta chiqardi. Shunda ham yulardim. Bu yerda endi gapirmasam bo'laveradi. Ayollarga Rossiyada ana qilyapsizlar-ku, pul hashlayapsizlar-ku. Ayollarga ham pul hashlaylar, amini bir borib pukularni olib kelsin. Oyoq degani. Endi qo'l degani men hayotimda olmayman. Eta meni boyligim. Opa necha yoshda amizan jun chiqqan bilmayman. Men bola tuqqanimda erimdan xafa bo'lganman. Nimaga har bitta ayol kishida amida jun chiqadi, qo'ltig'ida jun chiqadi, mendan nimaga yo'q deb turib britva qilganman. Bu yoqda olganman. Har bitta ayolga o'xshashim kerak deb ahmoq bo'lgan ekanman. Meni icherimga jun chiqmaydi. Tuk chiqadi. Jun endi sizlarda chiqishi mumkin. O'tirasizlar junilarni qayerda britva qilsam ekan deb. O'zim o'zbek bo'lmasam ham biladi, o'zbeklar bilan pastda yana gaplashaman, nimaga bilmayman. Bolam ham o'zbekdan yoqtirmaymanki, yo'q, haligi kichkina cho'choqlarni yoqtirmayman. Shunisi bor. Xotirga o'rin yo'q bizniki katta deydi. Ko'ngli jil deyish kerakmi? Katta bo'lgan taqdirda ham. Hayotimda shuncha qo'toq ko'rgan bo'lsa ham bittasiniki yoqqan menga. O'zini ham yaxshi ko'rganman. Qilgan qilig'ini ham yaxshi ko'rganman. Uni seksdan oldin yaxshi ko'rganmiz, yo'q seksdan keyinmi deyapsiz? Da, imенно seksdan keyin. Ko'p narsa seksdan keyin ushlab qoladi. Bu narsaga 2017-yillari bo'lib ketgan. Ayol kishiga imенно yoqdimi? Ushadi. Yoqmadimi? Yo'q. Boshqasini yurib ketaveradi. Любой ayol kishi. Shu bolaga havasim keldi, qaysi bolaga? U bola yo'q, u bola уже turmush, bola chaqali bo'lib ketdi, men yoqtirgan bola. Rostdan ham sevgim kelyapti. Chiqib
oti bilan siyishim. Hechini havas qilmayman. Mana turibdi. Nimani havas qilasiz? Bunday o'tirib olib bunday qiladi. Deb o'tirasizmi? Qo'toq siraganimda efirda o'tirmasdan mazza qilib kayfariydi qo'tog'ini qilib o'tirgan bo'lardim. Hech qanaqa qo'toq so'ramagan. Meni orqamdan yuguradiganlar daho'ya. Lekin men to'g'atmayman. Представь, men bunday qilaman. O'ynatib o'zim bo'shantirib olaman. Men erkakka zor emasman. Понятно? Menga erkak zoti ne интересно, da, lekin qildi, sikdi, unaqa narsa. Meni xayolimda hozir qanaqa? Bolami maktab bitirdi. Oyoqqa turg'izish, uy, kvartira, mashina berish, 18 yoshga kirganda mashina berish, pravallikka o'qitish. Men hali naqada yurmayapman. Hayotim siktirish deb o'ylamayapman, men qo'toq xohlayapman deb. Mana kelganimda ham qancha kelib, necha yildan beri tanib yuraman. Pulni ham sug'urib olsam bo'ladi, aytsam bo'ladi, menikida yasha. Ishlab yuribsan. Topganingni menga olib kelib. Ne интересно, men o'zim topganim o'zimga yetadi. Ham qaydasan dedi. Amim bor, nima g'amim bor? Teshik paqir ko'chada qolmaydi senga nima? Qaydasan hozir? Как будто aytsam kelib bir narsa qilib ketasan. Men ham Moskvadaman. Men 20 yildan beri Moskvadaman, akajon. Akajon. O'zingni past olib o'tiribsan. Da, past olib o'tiribman. Og'zimga kim qiladi, mayerimga kim qiladi deb o'tiribman. Yomon xohlayapman bor. Yo'qmi? Toza. Yo'qmi? O'zimniki halol. O'zim ham shokdaman eshitmay yo'qligidan. Cho'chqaga o'xshab qopman. Nechun niyatu? Yoki bunday qilib o'tiribsizlar? Eli bunday. Fasolni chuqurlab. Ko'pincha erkaklar. Fu degan odamdan chiqadi. Kelyapti. To'xtab qoldi. O'zini ne qilib chiqarib o'rib. Telefonni egasi turdi, sikadi meni o'zi. Hashlashda ham bilinglar, erkaklar. Qishlog'ingizdagi qizlar ham o'tiribdi. Qilib o'rganib bo'lgan. Butun deb o'ylaysam ayog'ida. Lekin qishlog'idagi qizlar ham qilib hamma narsani bilishadi. Zamon boshqacha. Sizlar butun deb olasizlar-u adashib. Nechtasidan qolgan, nima ish qilgan u qiz? Ko'tiga ham, siktirib ko't teshigini qarasam, bilay korishniy bo'lib, qop-qora bo'lib ketgan. Og'iz teshigi endi ish gap yo'q endi. Hamma yo'q bilishadi. Qilib